Aleksandr Makedonskiyning eng kuchli va hayotingizni o'zgartiradigan iqtiboslari. Har bir so'z sizga jasorat, strategiya va muvaffaqiyat sirlarini beradi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va bizni kanalga obuna bo'lib, har kuni yangi motivatsiya va bilimlardan bahramand bo'ling. Hech qachon imkoniyatni boy bermang, chunki har bir imkoniyat bir umrga keladi. Qiyinchiliklar kuchingizni oshiradi. Ulardan qo'rqmang. Dunyoni boshqarishni xohlashdan avval o'zingizni boshqaring. Bilim kuchdir, harakat esa uni hayotga aylantiradi. Xatolardan qo'rqmang, ular sizni yanada kuchli qiladi. Har bir jang sizni yaxshiroq liderga aylantiradi. Buyuk g'oyalar faqat ulkan harakat bilan amalga oshadi. Cheklangan imkoniyatlar sizni yaratuvchan qiladi. Do'stlaringizni aqlli tanlang. Ular sizni kuchingizni oshiradi. Qo'rquv muvaffaqiyatning dushmani. Uni yengib o'tish kerak. Hayol qilmasangiz hech narsa yuz bermaydi. Ishonch har bir yirik g'alabaning asosidir. Kichik yutuqlarni qadrlang. Ular katta g'alabalarga olib boradi. Har bir qadam strategiya bilan bo'lishi kerak. Shunchaki harakat bilan emas. Vaqt eng qimmatli resurs. Uni to'g'ri ishlating. Orzularingizni faqat orzu qilib o'tirmang. Ularni amalga oshiring. Yetakchilik bu boshqalarga ilhom berish san'ati. Har bir qaror sizni tarixingizni belgilaydi. Cheksiz bilimga intiling. U sizni chegarasiz qiladi. Kuch va dono qarorlar sizni tarixga yozadi.